2 xonali uyni puliga men sizlarga 3 xonali yetmaganiga 4 xona qilingan polniy remontdan chiqqan uyimizni obzor bilan tanishtirib o'taman. Kirib kelish qismimiz bu yoqdan bo'ladi. Eshiklari yangi qo'yilgan ekan. Kirganimizda mana shunaqangi переходный qismi bizani kutib oladi. Kirganimizda to'g'rida birinchi xonamiz joylashgan. Mehmonxona qismi, konditsionerlar o'rnatilgan, gilam, parda, lustralar, juda ham ajoyib chiqqan remontlari ham. Yonginasida esa ikkinchi xonamiz joylashgan. Kirganimizda o'ng tomonda sanuzel, suv-yonqichlar qo'yilgan, areston bor, so'shalkalari qo'yilgan. Bu yoqda esa hojatxonasi. Bu yoq esa 3-xonamiz bo'ladi. 3-xonamizni o'zida balkonchasi ham bor ekan. Balkonga chiqsanglar bo'ladi mana bu yoqdan. Ortiqcha narsalaringizni balkonga qo'yib qo'ysanglar bo'lar ekan. Eshikdan kirib kelganimizda chap tomonda bu yoq proyekt bo'yicha oshxona bo'ladi. Oshxonani bitta xona sifatida foydalansanglar bo'ladi bemalol. Oshxonaning o'zi balkonga ko'chirilgan. Mana oshxonada kuxonniy mebellarimizni ko'rib turibsizlar. Juda ham zo'r, akkuratniy chiqqan, chiroyli bo'lgan. Mana bu yoqda esa duh-konturniy kotyollar o'rnatilgan ekan. O'shani radiatorlari mana shu yerda joylashgan. Issiqlik radiatorlari, xolodilniklari bor. Duh-konturniy kotyollar ishlaydi. Uyimizda manzili 4-mikrorayonda joylashgan. Narxi esa 480 million. Aytib o'tganimdek, hozir 460 million, 470 millionga 2 xonaliklar novostroyka bo'ladigan bo'lsa, undan ham qimmat narxga chiqadi. Bu uyimiz esa 4-etajda joylashgan. 4 qavatli uyda 4-etajda joylashganligi sababli uyimiz shunaqa arzon narxda chiqadi.